Biz hazır Germaniyaga mangduq. Yo'lda bir mundaq tabiiy mevlarni sotadigan bir yerga to'xtadik. Mush yer dehqonlarning uyi ekan. Dehqonlar uyining orqasida mush narsalar bor ekan. Mush mashinani ichiga solib qo'ygan, pul to'lab oldik ekanmiz. Men yuz qo'yibdi. Yangi tuxumlar, erimchik, olma, bo'ljirgan degan narsalar bor ekan. Bir ko'rsataymi? Bunda pul to'lab oldik. Mashinasidan oldik ekanmiz. Tuxumlarni. Qaranglar, glaslarning yo'g'onligini. Asli kirib uzayli degan to'q o'zish uchun baldur deb bilishimiz kerak ekan. Shu yo'lda o'tkazib qashda bo'lganlik joyga kiramiz. Balki mehmondan sotilmoqda. Salto sabır. Bo'ltirgan bir glas bananmoqchi. Pul to'ladimiz mashinasida. Avtomatidan oldik. Meyada qo'yillarni qo'yibdi, kirib o'tsaq bo'ldi ekan. Meyada o'tirib, mevalarni yeyib ketinglar deb yasab qo'yibdi. Dehqonlarning uylariga. Ay, yo'g'onmani marketlar qattiq ko'rmadik, jo'va. Marketlardan chiqib baxtib, lekin bunda yo'g'onni ko'rib baxtdim. Endi yo'g'on tili. O, chiroyli. Öldürgenlerim shunchalik chiroyli. Yub yanalab sulur bor ekan, tıxi. Vallah o'ynaydigan ayollar. Ichib. Qiziqli çok istemezsiz. Kilonlar meyve yanla. Maybe that slider. Kolay koy. Hepsi geç duraya. Bugün balla ta'tilga chiqqanda Germaniyada bir bog'cha qapmaqdiq. U bog'chani tatib, övet berma. Babak chiroyli ekan-a. Ansayli ko'rsayli.